Mo'min banda borlig'ini go'zal qiladi. O'zida Alloh taoloning al-Jamil sifatidan bir ulush paydo qilishini xohlaydi. Adolatli bo'ladi, odil bo'lgan zotga yaqin bo'ladi. Rahim shafqatli bo'ladi, ar-Rohim bo'lgan zotga yaqin bo'ladi. Xayr saxovatli bo'ladi, lutfli bo'ladi, al-Latif bo'lgan zotga yaqin bo'ladi. O'zini go'zal olib yuradi, al-Jamil bo'lgan Allohga shu bilan yaqin bo'ladi. Ehtimol gapira olmassiz, nutqingiz yo'qdir. Ehtimol pulingiz yo'qdir, infoq ihson qila olmaysiz. Ehtimol boshqa narsangiz yo'qdir, lekin o'zingizni tashqi ko'rinishingizni chiroyli olib yurish qo'lingizdan keladimi, birodar? Keladimi? Keladi. O'zingizni shunday chiroyli olib yuringda, maqsadingiz al-Jamil bo'lgan Alloh shuni yaxshi ko'rar ekan degan maqsad bo'lsin, shu fe'lingiz bilan Allohga yaqin bo'laverasiz. Hamma ham o'zini oppoq tutadi. Hamma ham o'zini tashqi ko'rinishini chiroyli qiladi, lekin hamma shu qilayotgan ishidan Allohning rizosini istaydimi?